Assalomu alaykum do'stlar. Bugun manaki magazin o'rni sotiladi deydi. Bu yoq bitta manaki bog'cha. Bu yoq bitta bog'cha bor. Bu yoq bitta maktab bor. Qozoqo'ldagi. Mana zdaniyaning arqa betida. Tak. Tochkalarda ko'rsatayotgan bo'lsak, tak tochkalar ko'rmayman. Manaki birovi qoziqdan. Yana bir qoziq. Bu yoqda bor bir qoziq. Şunun bilan общий 72 kvadrat deydi. 6'ga 12 deydi. Sotiladi deydi srochniy. Buna bir qoziq. Tak. Mana to'g'rida bo'lib kerak bir qoziq. Pastda telefon nomerlari bo'ladi, shu telefon qilaverasizlar. Katastrnilar bor-ku? Katastrlari bor. Dokument sozdik kelasizlar. Ko'tarib olib turib, odan keyin qolgan жұмышларды ishlayverasizlar. Lokatsiyasi normalniy. Bu yog'i maktab, bu yoq bitta detsat. Telefon ekranida joy kirib kelgan joylarni ham ko'rsatib o'tib ketaman hozir bundan keyingisi. Maktab 8-maktab. Qaysi? Nima? Bu 8-maktab. Qozoqo'ldagi 8-maktab. No 6-bog'cha bo'lmoqmi? No 6-bog'cha. Eko'ning oldinda Mishcher hisobi. Ukolovoy. Ana shu sotiladi deydi. Pastda telefon nomeri bo'ladi, shu zvonok qilaverasizlar agar qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa. Qolgan informatsiyalarda shu nomerga zvonok qilib, qolgan informatsiyalarni olsangiz bo'ladi. O'rinda ko'tarasizlar. O'rinda ko'tarib, mana bunday qilib solib olaverasizlar. Mana bundan arqa betida. Nega? Yoq beti detsat ko'rib turibsizlar. Yoq beti. Короче, общий 72 kvadrat deydi. Kelsangiz o'zi telefon nomeriga zvonok qilsangiz o'zi barisini tushuntiradi, aytadi. Bahasini ham telefon qilib zvonok qilavering, kelishib beradi. Rahmat hammaga.